Assalomu alaykum, X Media reklama agentstuvasining kuzatuvchilarimiz. Biza Husayn akamiz bilan 3 oylik boshqa shartnoma qilgandik. Mana bugun 3-oy o'z nihoyasiga yetdi. Birinchi marta ijtimoiy tarmoqda chiqishim, natijalarimni ko'rib o'zim ham shokdaman. Zo'r. Menga juda ham yoqyapti sizlar bilan ishlash. Xudoni o'zi yetkazdi bizlarga. Sizlarga kattakon rahmat. Har bitta ekspertlarning savoli bor-da. Boshlanish qanaqa bo'ladi? Sizda ham shunaqa narsa bo'lgan? Qo'rqmasdan o'saveringlar. Ishlarimiz bardavom bo'lsin. Ishlarimiz juda ham bundan ham yuqori natijalarga erishaylik. Boshlanishida qanaqa qo'rquvlar bo'lgan? Har bittasi xarajati bilan nima bo'ladi, qanaqa bo'ladi, mukammalda o'zi gapi amaliga to'g'ri keladimi, yo'qmi? Men sizga shartnoma bo'ldi. Pulni berdim. Keyin dedim, bu insonlar, bu jamoa o'zi meni olib chiqa olar ekan. Sizni taklif qilgan Nargiz opa bilan ham suhbatlashdim. Meni shunaqa natijalarga erishishimga dedi Nargiz opa. Shu X Media jamoasi sababli o'shanga senga taklif qilaman. Mana 3 oy bo'ldi.